jonli ijro qilib bilasiz, Albatta. keling deb. Lekin hozir ham telefon qilishadi. Chaqalog'im bor hozirgi kunda, 4 oylik. O'sha uchun bora olmayman. Lekin bizga tushlikda dasturga demak rad javobini bermasdan mana shunday hurmat qilib kelganingiz uchun ham demak boshqa rahmat aytib qolamiz va shu bilan birgalikda bizda jonli efir, shuning uchun ham jonli efirda jonli ijro juda ham yarashadi va bitta Feruza Asad va ijrolarida hozir eshitamiz. بیا بریم دشت کدوم دشت همان دشتی که خرگوش داره های بله بچه صیاد به پایش دام داره های بله بچه صیدم را نزن خرگوش دشتم را نزن خواب خرگوش به خواب یار میماند بله خواب خرگوش به خواب یار میماند بله ای بیا بریم باغ کدوم باغ همون باغی که کوفتر نداره های بله بچه صیاد به پایش دام داره های بله بچه صیدم را نگی خرگوش دشتم را نگی حال آهو به حال یار میماند بله حال آهو به حال یار میماند بله شما کی تو راد بود Juda ham ajoyib. Folklor bu ham. Eron folklori. Mana bugungi kunda siz nafaqat xonanda, balki teatrda ham o'z faoliyatingizni olib boryapsiz, to'g'rimi? Bo'ron akani ham bironta asarlarda ijro etib berganmisiz? Niyatidaman. Niyatida. Hali bormi? Bergan bo'larmidingiz Feruza opaga rol? Albatta. Bu spektaklda bu kishining rol o'ynashni men bir marta taklif kiritgandim. Yaxshigina musiqali asar olmoqchi bo'lib niyat qilgandim. Chunki buni xonandaligi, o'sha ashulaxonligi, yo'nalishi menga juda ham ma'qul tushgan. Men o'sha geroinaga shuni xarakterini ko'rganman. Shunga bir taklif kiritilma qildim. Shu bilan bu asarimiz hozircha qolib ketdi. Endi qolib ham ketmaydi. Bu hali nasib bo'lsa, Xudo xolasa ro'yobga chiqaramiz. Chiqadi. Demak, yaqinda albatta niyat bor. Demak, Bo'ron akani ham demak ishlaydigan o'sha ishlarida siz ham bir ajoyib rolni ijro etasiz degan umiddamiz. Albatta men с удовольствием deydi-ku, jon jahdim bilan ijro etaman, qatnashaman spektakllarda, chunki bu kishi juda yaxshi rejissyor, nima deydi, opitniy. Malakali, necha yillik, qancha asarlarni sahnalashtirganlar. Bunaqa rejissyor bilan ishlash juda oson. Bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men ko'p rollar ijro etmaganman. Bitta yoki ikkita rejissyor bilan ishlaganman. Bu kishi bilan ham ishlash oson deb o'ylayman. Albatta. Chunki rejissyor aktyorga tushuntirib bilsa, bittada o'ynab beradi aktyor. Tushuntirishga ham ko'p narsa bog'liq qilganda, demak. O'sha malaka. Bo'ron aka, mana o'z faoliyatingiz davomida o'zingiz xohlagan rolni ijro etganmisiz? Bugungi kungacha. O'sha Richard bo'lsa kerak edi. Richardni men spektakl qo'ydim o'zim, rejissyor sifatida qo'ydim. O'zim o'ynamoqchi. Aktyor sifatida o'ynamoqchi edingiz, a? Aktyor sifatida o'ynamoqchi edim. Juda ham yaxshi ko'rardim o'sha rolni. Yo'q, Xudoga shukr, mayli sahnaga bo'lsa ham qo'ydim. U uchun men aktyorlarni tanlay bildim. Qiyomat qaz asarida ham aktyorlarni tanlay bildim. Izlandim, ko'p qidirdim lekin. Albatta. O'lmas Umarbekovni o'sha To'ylar muborak asarini ham o'sha olgan paytimda bu 1997-yil Buxoro Sharifni 2500 yillik yubiley to'yi edi. O'sha O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisi Ahmadjon Shukurov teatrimizga rahbar bo'lib kelganlardan keyin men o'sha yerga ishga o'tdimda o'sha To'ylar muborak asarini oldim. Bu asar qanday desam 30 yil yashadi shu. Har 10 yilda zamonga qarab moslashtirib biz uni o'zgartirib sayqallab boraveramiz. Sayqalladik. Bu uchun o'sha birinchi qo'ygan paytimda 10 yil davom etgan bo'lsa, 10 yildan keyin men albatta borib avtorning o'zidan ruxsat so'radim. Shuni siz spektaklga o'zgartirish kiritsak, zamonga qarab moslash albatta dedi u kishi o'tgan ekan. Ruxsat berdilar va keyin u kishi yana aytdilarki, shu To'ylarim muborak emas, uylanmasam o'laman deb qo'yinglar shu asar nomini, ikkinchisini, chunki tomoshabinga qiziqarli bo'ladi bu narsa. Yugurib keladi, nima bo'lar ekan deb. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Undan keyin yana 10 yil davom etdi. 10 yildan keyin yana keyingi yosh pokoleniya keldi. Ular bilan ham qo'ydik. Xullas, yaxshi davom etib kelyapti. 3-marta ham